ayniqsa mana bunaqa bo'ynalarimni ham arzon, ham kачествоsi zo'r bo'lgan magazinlarni bizga ham ayting deysizlar. Men hozir Arab Fashionga keldim. Polniy sizlarga obzor qilib beraman, narxlarigacha kuzatib turinglar. Artistlarga maza deb puli ko'p magazinlardan ro'mollarni olib har xildan o'raydi degan fikrlarni yo'qotamiz-da, realniy fikrlarga o'tamiz. Kerak bo'lsa artistlar sizlardan pishuv ham eng arzon ham eng sifatli narsalarni qidirib yuramiz-ku. Masalan, men bu bo'ynilarim rosa qimmat deb o'ylaysizlar, hech ham bular italyanskiy. Men sizlarga hozir buni sirini ochaman. Qizlar-yu, eshitdinglarmi? Italyanskiy 1969 brendi chiqqan. Bu ro'molni o'ragandan keyin boshqa ro'mollarni o'ragili kelmay qoladi. Javob. Ro'mollarning narxi juda ham arzon, bozordagi ro'mollarga nisbatan ancha 50 ming 60 ming so'mga arzonga olasizlar. Yana mana bunaqa podarочный korobkalarga solib berishadi. Ro'mollarni boshingizga o'raganingizdan keyin sirg'alib tushib ketmaydi, qulog'ingizlarni shig'illatmaydi. Bu brendni xohlagan rasvetkasidan topasizlar, har qanaqa kiyimlarga mos tushadi. Mana qaranglar, uzunligini ham ko'rib olsanglar bo'ladi. Yana buni mamna qilib, modniy qilib o'rasanglar ham bo'ladi. Xullas, universal ro'mollar. Voy Feruzaxon, ko'p gapirmasdan narxini aytmaysizmi deyotgan bo'lsanglar, hozirda bo'ynalarimiz narxi atigi 130 ming so'mdan yana mana bunaqa korobochkalariga hisob berishadi. Versace 1969 risonkalidan однотоннilarigacha hammasi atigi 190 ming so'mdan. Bunaqa ro'molni o'ragandan keyin boshqa ro'mollar haqida unutasiz. Endi tezroq adres ayta qoling deb sabrga chidamayotgan bo'lsa, hozirda adres shunaqa udobniy qizlar, G'uncha kinoteatriga yetmasdan o'ng qo'lda Arab Fashion Shop. Bundan ortiq yana nima kerak sizlarga, nima kerak?